PUBG Mobile'ga may oyida qo'shiladigan muhim yangiliklar. 12-may kuni tur versiyaga yangilanish keladi. Barcha o'yinchilar o'yinni yangilab, yangi qahramon toji rejimini o'ynab ko'ra olishadi. 13-may kuni esa Harley Davidson nomli moto brend bilan hamkorlik bo'larkan va shunaqa noodatiy mototsikl skillari o'yinga qo'shilarkan. 15-may kuni esa Ford brendi bilan hamkorlik boshlanadi va ikki xil modellarini o'yinga qo'shisharkan. Birinchisi Ford Mustang GTD. Ko'rinishi umuman juda ham chiroyli, ikki o'rindiqli superkar, lekin legendarniy bo'ladi. Ikkinchisi esa Ford F150 Raptor R modeli. Bu Bigfoot transporti uchun qo'shilarkan. Buni ham ko'rinishi chakki emas. Eng qizig'i, bu skilllar oddiy shunaqa ruletkada keladi. Ko'pchilikda arzon yusiga tushirib olish imkoniyati bo'ladi. 16-may kuni ertalab 7:00 da esa yangi A19 Royal Passi va S30 sezoni boshlanadi. Yangi sezonimiz rang sovg'alari shular ekan. Ko'rinishi umuman kostyum PDP dizaynerlari tomonidan chizilgan. Royal Passimizda 40-RPSda mana shu Brat kostyumi, 50-RPSda esa Scorpion pistolet uchun kuchaytiriladigan skin, 100-RPSda esa mana shu Apaxonda oq setini olamiz ekan. Ko'rinishi yomon emas. 18-may kuni esa yangi premium case qo'shiladi. Afsuski hozircha unda qo'shiladigan kuchaytiradigan qurol noma'lum. 11-may kuni yangilanish kelsa, quroli aniq bo'ladi. Shunda Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. 22-mayda esa mashhur futbol animesi Blue Lock bilan PUBG Mobile hamkorlik boshlayotgan. Shu kuni o'yinga yangi sovrin yo'li qo'shiladi va uni ichida shu 4 ta qahramonni Nagi, Isagi, Bachira va Itoshirinda mifik kostyumlarini qo'lga kirita olamiz. Keyingi esa 27-may, bu kun esa o'yinga yangi Ultimate ruletka qo'shiladi. Bu safar va nihoyat erkaklarga mos bo'lgan Kachok amakini kostyumini qo'shisharkan. Shuningdek, mana shu Spartalilarda shlemi ham Ultimate bo'lib kelsa kerak. Shlemga gap bo'lishi mumkin emas. Kuchaytiradigan quroli esa yangi M1 Grand Sniper uchun bo'lar ekan. Uni ham ko'rinishi chiroyli. Aytgancha, bu Ultimate ruletkamiz admin bo'limida mana shu eski AUGli Ultimate ruletkamiz qaytadi. Buni ham Ultimate shlemi ham bor, AUGi ham juda ham zo'r. 29-may kuni esa Sher kompanioni yangi setlari bilan comeback qilar ekan. Xullas, may oyidagi muhim ruletka va keysda qo'shiladigan yangiliklar shundan iborat. Eng so'nggi va qiziqarli yangiliklar uchun Telegramdagi Sardorgan kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kanalimizda har hafta 100 konkurslar ham bo'lib turadi.